OKPC'da tekst uchadigan qilishni o'rgating. Yangi boshlaganlarga vash kerak bo'ladi. Close ochganda umuman tegmayapti. Aym oshirish ham o'rgating, iltimos. Oldindan rahmat. Xo'p bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin kanalga podpiska bilan videoga like bosishni unutmanglar. Qani ketdi. Xo'p, birinchi migrativ kartiz masterskoy kirib olamiz. Chap tasida открыть masterskoy turgan bo'ladi. Menda yopiq ekan. Poisk recall master deb yozasizlar. Kartaga kirganinglarda mana shu tochkalar turgan bo'ladi. Sizlar mana shu tochkalarni orqasidan qaytarib, ikki xatta mobaynida shu projenani qurasizlar. Xudo xolasa, zajimlar yaxshilanadi. Xo'p, keyingi kartamiz case status bo'ladi. Buni ham shu masterskoydan olasizlar. Qiladigan ishimiz mana shu любой bitta botni tanlab turib, boshiga 1-2 sekund poylab, keyin strafe qilib o'tamiz. Keyingi qiladigan ishimiz botlar sonini 7 qilib turib, o'sha ikkinchisi push degan joyiga qilamiz. Mana shu botlarni tab bilan o'tamiz. Bu sizlarning reaksiyalarni oshirishga yordam beradi. Video yoqqan bo'lsa, like bilan obuna bo'lib qo'yishingizni unutmanglar.